Assalomu alaykum hammaga. Bugungi video darsligimizda biz 2026-yil iyun oyida tushib o'tgan SAT Maths sectionidan savollarni ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasa ketdik. Okay. Bizda nima deyilgan? Berilgan f va j funksiyalar aniqlaydigan qaysiki x 0 ga teng yoki undan katta bo'lgan holatlarda a va b integer constants, a b dan kichkina, a 5 dan katta, ya'ni ikkalasi ham musbat butun sonlar. Which of the following equation displays berilgan tenglamalardan qaysi biri ifodalaydi o'zgarmas yoki koeffitsient the minimum value funksiyaning eng minimum qiymatini o'zgarmas yoki koeffitsient sifatida ifodalaydi. Bizda berilgan keyword mana bu. Ya'ni biz nima qilishimiz kerak? Mana bundan foydalanishimiz kerak. Qanday foydalanamiz desak, x o'rniga 0 beramiz. Birinchi tenglamaga x o'rniga mana bu darajada fx teng a ko'paytirilgan 0.72 darajasida minus bx. X ga 0 beradigan bo'lsak, daraja 0 bo'ladi. Har qanday sonning 0-darajasi 1 ga teng va bizda a mana shu ifodadan a imiz koeffitsient sifatida qoldi. Mana, koeffitsient sifatida qoldi. Ya'ni, demak bizda to'g'ri javob A. Only birinchisi. Endi b ga keladigan bo'lsak, x o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsak, 0 ga 3. 3 ni minus b o'rniga qandaydir 6 sonni qo'yadigan bo'lsak, minus 18. Bu ko'payib ketyapti. Bizni shartni qanoatlantirmaydi. Shartda nima deyilgan? O'zgarmas yoki koeffitsient sifatida qolish kerak. Bizda mana a shunday koeffitsiyentni o'zi bo'lib qoldi. A ni o'zi qoldi. Lekin mana bu yerda na a ni o'zi qolyapti koeffitsient sifatida. Bu yerda koeffitsient a. Na misol shartni, na misol tenglamasi o'zgarmay qolyapti. Ya'ni mana bunga 0 bersak, mana bu qiymat o'zgarib ketadi. O'shaning uchun to'g'ri javob faqat only 1.